kerak. Ha? Unday bo'lsa tanla Skywalk, sivilizatsiya yo parkur. Men parkur tanlayman. Unda birinchi ishga kir. Okey. Shu yerdan sakrashim kerakmi? Ha, bu sening hayotingni hal qiladi. Jenurson, bu juda ham oson-ku. Voy! Jenurson, men qayerdaman? Parkurdamanmi? Lavali Nether olamidagi parkur? Juda ham g'alati emas ekan. Okey, bu yerda menimcha odam yashaydi va undan stop, bu yerda hech kim yashamaydimi? Jenurson, sandiq ham bo'sh. Demak, bu yerda 100% hech kim yashamaydi. Balki naryoqdagi qo'shnisinikida kimdir yashar. So'roqsiz kirib borsam yaxshi bo'lmaydi menimcha, lekin menga Okey. Tezroq uning uyiga borib olib, bu yerda nimalar bo'layotganini so'rayman. Stop. Bu uyda hech kim yashamaydi. Jenurson, bu uyda ham hech kim yo'q. Endi nima qilaman, Jenurson? To'xtanglar, boyagi to'g'ri yo'l qayergadir olib borar bak. Okey. Jenurson, qanchadan beri yuribman, nima edi bu? Gallyutsinatsiya boshlanyapti menda uje. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Qancha uzoqlashib ketdim ha. Jenurson, orolmi? Qanaqadir orol. Gallyutsinatsiyalar to'la bo'lgan orol. Ajoyib. Ay, Minecraftni menga rahmim kelmayapti. Hoziroq parkurlardan tezroq o'tib olsam, ishqilib bu yerda bir nechta tayinli narsalar bo'lsin-da. Okey. Jenurson, nima bu, do'konmi? Mayda juda. Stop, bu yerda bir ikkita parkur. Salom. Salom, nima kerak? To'xta, sen o'yinchimisan? Ha, o'yinchiman. Jenurson, bu yerda o'yinchilarni birinchi marta ko'rishim. Nima demoqchisan? Umuman olganda bu yerga o'yinchilar umuman kelmasdi. Okey, agar ovqat olmoqchi bo'lsang o'sha yerdan sakra. Okey, tushunarli. Tayinli ovqatni ish qilib, Ochsang bilasan. Jenurson, ustimdan kulyapsanmi? Albatta yo'q. Jenurson, nahotki bu qanaqa parto? Ikkinchi darajaga olib o'tadigan. To'xta. Seni esing joyidan ish qilib. Nega qani? Temir oyoq kiyim olmasdan u yerga chiqyapsan, tentak. Noob bo'lganing sening aybing. Nahotki birinchi darajada ham tug'ilish mumkinmi? Sen qanaqa noobsan? Jenurson, baqirib tashlash shart emas. Unga nima qilgan o'zi? Men unga nima qildim? Namcha baqiradi. Ikkinchi darajaga temir olib chiqish kerak degandi. Tushunmadim. Boshqa darajaga olish uchun temir oyoq kiyim kerak degan. Temir oyoq kiyim qayerdan olaman? Balki ana bu yerdan yurish kerakdir, ha? Yana bilmadim. Okey. Hozir borib yurib ko'ramiz. Okey, hozirroq borsam, tezroq borsam, oyoq kiyim olsam, ikkinchi darajaga chiqardim. To'xtanglar, u meni noob deganmidi? Ko'rsatib qo'yaman agar hozir temir oyoq kiyim olsam kim noob ekanligini. Jenurson, gasning ovozimi? Ha, rostdan ham gasning ovozi. Men bu yerda gaz borligini ham bilmagan edim. Jenurson, tezroq borib olsam. Okey. Qayerda temir oyoq kiyim? Qayerda? Jenurson, gaz meni otib. Jenurson otyapti. Yo'q. Hozir o'chir olovni. Jenurson, o'ylab qolsam nima bo'ladi? Stop, Jenurson. Tushunmadim. Hozir uyga kirishim kerak. Jenurson, hozir nima bo'ldi? Voy xudoyim. Men nima qayta tug'ila olamanmi? Balki bu portal bu olamdagi hamma shunaqa qila olar. Yana bilmadim. Okey, lekin mening hozirgi maqsadim hoziroq temir oyoq kiyim olish. Jenurson, hozir o'ylayman. Jenurson. Ha, endi tushundim. Bu olamda menimcha qayta tug'ila oladigan odam yagona menman yoki boshqalar ham qayta tug'ila oladi. Okey. Menga esa hozir hech narsa qiziq emas. Tezroq borib temir oyoq kiyimlarni olmasam, o'zimga juda ham ziyon bo'ladi. Yana o'ylab bu yerga qayta kelaman deya Jenurson,
gaz sotyapti. Hozir qo'yishim kerak. Nima bu, zombimi? Menga nima edi bu? Qayerdan kirdim? Jinurson, gaplarim adashib ketyapman. Tablechka. Nahotki bu yerga qo'ysam? Ha. Menda bor nihoyat temir oyoq kiyim bor demoqchi edim. Jinurson, men yana qayta tug'ildim. Qo'limda esa temir oyoq kiyim. Ajoyib. Ana endi men o'yinchi, haqiqiy o'yinchi bo'ldim. Ana endi meni noob deb ko'rsanchi. Qani boyagi xaligini oldiga borib, hozir dabdalasini chiqarib kelaman. Ko'ramiz, kim meni noob degan ekan. Noobini chiqarib taylayman hozir borsam. Okey, mana yetib keldim, Jinurson. Bu hayotimdagi eng katta sakrash edi. Okey. Hoy sotuvchi, sen nima deganing? Sen noobsan deganmiding? Jinurson, sotuvchi qayerga ketdi? Mom olganda bu yerdagilarning hammasi qayerga ketdi? Jinurson, bu yerda nahotki hech kim qolmagan bo'lsa? Hech narsaga tushunmadim. Lekin meni hozir bu narsa qiziqtirmaydi. Men hozir ikkinchi darajaga chiqa olaman. Oddiy o'yinchi darajasiga. To'g'ri, unchalik mashaqqat chekmadim, lekin zatto ikkinchi darajaga chiqish ham unchalik oson bo'lmadi. Okey, obunachilar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Ikkinchi darajada uchrashguncha.